Assalomu alaykum, qadri baland, qadrli obunachilarim. Sog'liklaring yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Ishlaring zo'rmi? Sog' bo'linglar, oilalaring baxtiga. Aziz do'stlar, sizlar bilan yana Bek Avto ko'rishib turganimdan baxtda xursandman. Bugungi mehmonimiz Gentra mashinasi. Gentra mashinasi, короче, o'tganlarday o'ng tomondan udar bo'lgan, eshik kirilib, parogga kirgan, eshik so'kasi kirgan, anchagina ichkari kirgan. O'shani hisobidan eshik buralib tashqari chiqib qolgan. Ko'rib turibsizlar, tashqariga turibdi. Tashqari chiqib qolgan. Yopilishlari ham netib qolgan. Yonboshdan udar bo'lgandan stoyka kirgani hisobidan mana parog ichkari taraf eshikni petlisi stoykasi ichkari kirgan. Petli bilan birga. Oldi kirillo. Yonboshdan faqat udar bo'lgan. Bitta eshikka ko'proq zarofat etgan. Hisobiga shu eshik qiyshiq turibdi. Eshik shu o'shani qat udar bo'lgandan eshikni qiyshaytirib olgan, stoykasi bilan qo'yishib o'shani tortib to'g'irlab inshaalloh tekislab chiroyli qilib berishimiz kerak. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Qanunda yetishni boshladik, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, yechib, tutib, tekislab hammasini yechib tayladik. Tekislamabmiz, faqat yechib tayladik. Mana ko'rib turibsizlar, petli buralib ichkari kirgan. Petli joyi bilan birga mana parog qo'shilib ichkariga kirgan, anchagina ichkariga. Endi inshaalloh tortib, to'g'irlab, tekislab chiqaramiz bularni. Paroglarni ham o'zini to'g'irlab, chiroyli qilib tekislab beramiz. Xudo xolasa endi bular uchun almashishi bo'lmaydi. Petli ham ozgina qiyshaygan, uni ham to'g'irlab qo'yaveramiz uni ham. Endi bitta petli ham o'zi ham pasti 200 ming, 220 ming so'm shunaqa turadi. Buncha o'zini to'g'irlab qo'yavergan, ozgina mehnat qilsaga chiroyli o'zi chiqadi. Qanunda boshladik.
Mana do'stlar, tortib, to'g'irlab, tekislab, hammasini mana eshik kirilloni qo'yib oldik. Mana zazorlari hammasi chiroyli o'tirgan. Mana kirillo eshik bilan zazori normal turibdi hammasi. Chiqarib, to'g'irlab, tekislamas bo'ltda tortib, paruglardan to'g'irlab oldik. Mana turish yuqori tarafdan turishi. Mana orqa eshik bilan zazori normal hammasi. Mana yonboshidan yangi chiqib o'tdi tashqariga. Buralib ketgan edi. Stoykalar tortga hozir to'g'ri bo'ldi. Endi inshaalloh bu yerni shpagilovka qilib, chiroyli qilib tekislab chiqishimiz kerak. Bu yerni gruntovka sepamiz eshik bilan kirilloga. Qolgan joylari o'xshab qoldi. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib iloji boricha harakat qilamiz. Chiroyli qilib berishga. Kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'ladi hammasi. Mana do'stlar, yechib oldi qaytarib, mana aka to'g'irlangan joylari tep-tekis bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Shpagilovka yeydi, uncha ko'p yemaydi. Tekislab, to'g'irlab, zakonni qilib chiqarganmiz. Zo'r qilib chiqarganmiz. Mana aziz do'stlar, shpagilovkani ham surtib tayyorlab, shu gruntovkaga tayyorlab oldik. Nasib bo'lsa endi gruntovka sepamiz inshaalloh. Gruntovkadan keyin bitta kraska sepamizda qaytarib narsalarni qo'yib, terib, chiroyli qilib egasiga topshiramiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Mana parok turishlari hammasi normalga chiqqan. Mana do'stlar, gruntovka sepib, kraskaga tayyorlab oldik. Inshaalloh endi kraska sepamiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlarga tap-tayyor bo'ldi o'zi. Endi kraska sepamiz. Mana eshik kirillosi. Kirillolari ham tayyor bo'lgan o'zi. Eshigi hammasi tayyor turibdi. Oldi avval ichiga sepiladi, keyin tashqi tomoniga. Mana do'stlar, kraskani ham sevib oldik. Agar o'xshagan bo'lsa bitta klass bosib qo'yasizlar. Bitta klass bosish misol muammo emas hech kimga, menimcha deb o'ylayman. Agar iloji bo'lsa. Mana do'stlar, qaytarib qo'yib hamma narsani tayyorlab oldik. Kraskasi ham birga bir tushgan. Zo'r. Toshkentdan podbor qilib olib kelgandim. Normal podbor qilib beribdi. Yaxshi chiqqan. Vashi idealni, umuman birga bir kraskasi tushdi. Mana shu bitta mo'jin. Mokra asfaltga, delfinga ko'p qiynalardim. O'shanga aytgan, nimaga Toshkentga zakaz qilgandim. Podbor qilib jo'natgan ekan, normalni chiqarib beribdi. Ko'rib turibsizlar, birga bir joylashgan kraska. Zo'r tushgan. Ko'rib turganlaringda payrovka qilib, o'sha tayyorlab, hammasini cho'tki qilib tayyorlab bo'ldik. Inshaalloh endi egasiga topshiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, eshiklar zazori hammasi o'xshab qolgan. Parok, hammasi tayyor bo'ldi o'sha. Mana zazor yuqori taraf hammasi. Eshik bilan kirilloni yangi qo'ydik. Eshik bilan kirilloni egasini o'zi olib kelgan ekan. Beg'ini qilib berish kraskalasi bilan birga hamma narsasi ichiga 3 million so'mga qilib berdim. Kraska mayda judalar, faqat ikkita eshik, bitta eshik bilan bitta kirilloni olib kelib berdi menga, o'zi olib kelgan ekan. Olib kelib berdi. Qolgan narsa o'zimdan, hammasi ichiga 3 million so'mga qilib berdim. Ya'ni ichki tomonlari ham o'xshab qolgan, normaldir. Ko'rib turganlaringdek. Agar o'xshagan bo'lsa men xursandman. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Tez orada iloji boricha harakat qilamiz. Chiroyli bir foydali video chiqarishga. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men Surxondaryodanman. Surxondaryo Boysundanman. Ko'pchilik so'raydi, qayerdansiz? Men Surxondaryo Boysundanman. Agar savollar bo'lsa kommentariyaga yozib bemalol yozaverishlaring mumkin. Sizlar bilan beki hafta bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baxtdan xursandman. Tez orada yana ko'rishamiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.